Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, qadrli do'stlar. Dushanba va biz Oliy Majlis Qonunchilik palatasidamiz. Bir necha daqiqalardan so'ng Milliy tiklanish fraksiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tishi rejalashtirilmoqda. Bugungi kun tartibiga jami 10 ta masala kiritilgan bo'lib, ulardan 3 tasi qonun loyihasi bo'lib, qonun loyihalari birinchi va ikkinchi o'qishda muhokama qilinadi. Jarayonlar haqida rasmiy sahifalarimizda ma'lumot beramiz va undan avval bugun qanday qonun loyihalari ko'rib chiqiladi deputatlarga ushbu savol bilan yuzlanamiz. Bugun kun tartibiga qanday qonun loyihalari kiritilgan va qanday masalalar ko'rib chiqiladi? Kun tartibimiz bugun juda katta. Bugun e'tibor beradiganimiz o'sha davlat dasturini tasdiqlash to'g'risidagi masala va bola huquqlari bo'yicha ombudsmanning yil davomida qilgan ishlari bo'yicha ma'ruzasi. Chunki milliy tiklanish uchun bu ma'ruza juda ham muhim. Biz har doim oila masalalari, bola huquqlarini himoya qilishga alohida e'tibor qaratganmiz va bu tuzilma bo'yicha bugun beradigan alohida takliflarimiz ham bor. Asosan hozir shu bugungi savol-javoblar, muhokamalar menimcha ov qilish va ovchilik xo'jalik faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi qonun loyihasiga qaratilgan bo'lishi kerak. 2025-yilgi davlat dasturining ijrosi bo'yicha muhokamalar bo'ladi. Shu bilan birga bolalar ombudsmani ma'ruzasi eshitiladi. Bevosita qonun loyihalariga keladigan bo'lsak, muhim qonun bu ovchilik to'g'risidagi qonun loyihasi. Vazirlar Mahkamasining 2025-yilda davlat dasturi bo'yicha amalga oshirilgan ishlar hisobotini eshitamiz. Shuningdek, bolalar ombudsmani 2025-yilda amalga oshirilgan ishlarini eshitamiz. O'tgan 2025-yilda bildirilgan takliflarimiz bor bolalar ombudsmaniga, umuman qonunchilikka bildirilgan takliflarimiz bor. Ularni amalda qanday natijalarga bir erishishi haqida ham munosabatlar bildiriladi. Ovchilik va ov to'g'risidagi qonun, keyin sudlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashga qaratilgan qonunlar bugun fraksiyamiz majlisida ko'rib chiqiladi. Bugun 10 ta masala bor. Qonun loyihasidan men 179-sonli qonunga mas'ul bo'lib turibman fraksiyada. Asosan ovchilikka bag'ishlangan qonun. Bu yerda korrupsion holatlarni oldini olish bo'yicha takomillashtirish ishlari ketyapti.